Assalomu alaykum obunachilarim, yaxshimisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Men bugun sizlarga mana bu yantoq haqida ma'lumot bermoqchiman. Yantoqni quritilgani bo'ladi, uni olib quritib qo'yilgan jigarni sirrozda, jigar yog' bosishlarida juda ham foyda. Oshqozon yallig'lanishi, pankreatit, ichaklarimiz butun mana shlak bo'lib yallig'lanib ketadi-yu, necha yildan beri yeymiz, ichamiz, ximikatlar yeymiz. Mana shularni butun hammasini yuvib tushiradi. Hamma kasallar o'zi nimasi ichaklarda. Pochkani, buyrak deymiz, pochkada mana qumlar, toshlar yig'iladi-yu, shularni ham yuvib tushiradi. Oyoq shishlarini, atyoklarni ketkazadi. Buni bemalol homiladorlarimiz ham ichsa bo'ladi. Shish bo'lgan payti bo'ladi-yu, shularni ketkazadi. Qani ichib ko'ring, onajonim. Bismillah. Mazasi choy. Hech unaqa taxir boshqa ham yo'q. Choy mazasi o'zimizga yoqimli.